Assalomu alaykum hurmatli talabalar va kanalimiz kuzatuvchilari. Bugun sizlar bilan Termiz davlat universiteti psixologiya kafedrasi katta o'qituvchisi, psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori men Alivardanova Salomat Bobanazarovna sizlar bilan ushbu mavzuni eksperimental psixologiya fani yuzasidan ko'rib chiqamiz. Bugungi mavzumiz eksperimental psixologiya tushuncha va tarixi. Bu mavzuni o'rganish asnosida biz ushbu rejalar bo'yicha ma'lumotlarni qo'lga kiritishga harakat qilamiz. Birinchisi bu fiziologik psixologiyaning paydo bo'lishining tarixiy shart-sharoitlari. Ikkinchisi German Gelmgolsni psixofiziologiyaning asoschisi sifatida va uchinchi psixofizika fanining paydo bo'lishi va shakllanishida Ernest Weber va Theodor Fechnerning tadqiqotlar o'rnini izohlab o'tishga harakat qilamiz. Va tayanch so'zlar ekraningizda ko'rinib turibdi. Fiziologiya, psixologiya, German Gols, psixofiziologiya, psixofizika, Weber, Fechner, Wilhelm Wundt, eksperimental psixologiya, Titchener, laboratoriya metodlari va hokazo. Va eksperimental psixologiya fanini yaxshiroq o'qish va tushunib olish uchun sizlar ushbu ekraningizda ko'rinib turgan adabiyotlarga murojaat qilib, ulardan o'qib o'rgansangiz ma'lumotlarni mustaqil ta'lim uchun oladigan bilimlaringizni juda ham mustahkamlab olishda alohida o'ringa egadir. Bugungi mavzumiz bo'yicha psixologiyada eksperiment metodini qo'llanishi va uning ahamiyatli tomonlarini biz ko'rib chiqishda shu narsani yodda saqlashimiz kerakki, eksperimental psixologiya laboratoriyalarining paydo bo'lishida eng ko'p fiziologik laboratoriyalarning o'rni beqiyos ekanligini ko'rishimiz mumkin. Chunki 19-asrlarning o'rtalarida fiziologik laboratoriyalar juda keng va ular jadallik bilan rivojlanib ketdi. Va fizikada yoki fiziologik jihatlardan aniqlab olingan laboratoriyalarda amalga oshiriladigan ko'pgina ma'lumotlarning psixologik tomonlariga ham e'tibor berilishi boshladi va shundan keyin aynan fiziologik laboratoriyalar qo'lga kiritgan yutuqlarga nisbatan psixologik laboratoriyalarning paydo bo'lishi asnosida ko'plab ruhiy tomondan insonning ruhiy jarayonlari, ruhiy holatlari, individual psixologik xususiyatlarini o'rganish imkoniyatini yaratdi. Hamda eksperimental psixologiya bu umumiy psixologiyaning tarkibiy qismi bo'lib, ruhiy jarayonlarni tajriba yordamida o'rganuvchi amaliy fan yanada keng rivojlana oldi. Va eksperiment bu tajriba degan ma'noni anglatadi. Va eksperimental psixologiyani aynan asoschisi Wilhelm Wundt 1832 va 1920 yillarda yashab o'tgan olim, nemis psixologi, fiziolog, faylasuf va tilshunos eksperimental psixologiyaning asoschisi bo'lib hisoblanadi. Va shu inson olib borgan tadqiqotlari yuzasidan psixologik laboratoriya vujudga keldi va psixologik laboratoriya bu inson ruhiy jarayonlarini o'rganish maqsadida jihozlangan maxsus tadqiqotlar olib boriladigan ilmiy muassasa tushuniladi. Eksperiment bu tajriba ma'nosini bildirib, ilk laboratoriyadagi ishlarni Wilhelm Wundtni amalga oshirganligini aytib o'tdik va Wilhelm Wundt o'zi ilk psixologik laboratoriyada sezgi, idrok va reaksiyaning tezligini aniqlash bilan bir qatorda u nutq, tafakkur va iroda kabi yuksak psixik jarayonlarni eksperimental tarzda o'rganish mumkin emas degan fikrni ham bildirib o'tgan va bu jarayonlarni esa tarixiy madaniy metodlardan foydalanib o'rganish maqsadga muvofiqdir deb o'z fikrini bildirgan. Va lekin Wilhelm Wundtning ushbu yuqori darajadagi yuksak psixik jarayonlarni o'rganish mumkin emas degan fikri keyinchalik eksperimental psixologiyani rivojlanish borasida bu fikr yo'qqa chiqdi. Chunki psixologiya, eksperimental psixologiyani rivojlanish tarixida juda ko'plab aynan psixologik laboratoriyalarning vujudga kelishi bu fikrni dalillaydi. 1950-yilda Boris Mixailovich Teplov Rossiyada birinchilardan bo'lib differensial psixologiya va psixofiziologiya laboratoriyasini tashkil etdi. Hozirgi kunda Rossiyaning bir necha shaharlarida differensial psixologiya laboratoriyalari faoliyat ko'rsatib kelmoqda.
va odatda eksperimental psixologiyani laboratoriyalari haqida gap borganimizda biz haqli ravishda o'z hududimizni vakili psixologiya fanlari doktori professor Botir Rahmonqulich Qodirov 1992 yilda Termiz davlat pedagogika instituti, o'sha paytlardagi Oybek nomidagi pedagogika instituti qoshida ilk psixologiya va fiziologik laboratoriyani tashkil etgan edilar va bu laboratoriya O'rta Osiyoda yagona bo'lganligi uchun 1994-yilda poytaxt Toshkentga iste'dod markaziga aylantirilib ko'chirib ketildi va biz va ushbu darsni kuzatayotgan talabalar faxrlanishingiz mumkin. Aynan Termiz davlat universitetida faoliyat ko'rsatgan psixologiya fanlari doktori professor vohadoshimiz Botir Rahmonqulich Qodirovni amalga oshirgan ishlari, ochgan laboratoriyalari ham eksperimental psixologiyada sezilarli ahamiyatga ega. Va eksperimental psixologiya fan sifatida rivojlanishni Wilhelm Wundt tomonidan ochilgan 1879-yil Leypsig shaharchasida ochilgan ilk psixologik laboratoriyadan keyin takomillashib ketgan bo'lsa ilk o'sha eksperimental psixologiyada uni obyekti sifatidagi o'rganilgan odamlar bular normal va sog'lom odamlar edi. Ya'ni o'sha paytdagi eksperimental psixologiya tadqiq etishi mumkin bo'lgan obyekt bu faqatgina normal holatdagi ruhiy jihatdan va jismoniy jihatdan sog'lom odamlar degan obyekt belgilangan edi. Lekin fanning taraqqiy etishi natijasida keyinchalik ruhiy kasal kishilar va hayvonlar ustida ham tajribalar olib borildi va ushbu obyektlar ustidagi tajribalarni Lloyd Morgan va Thorndike'lar amalga oshirishdi. Keyinchalik Francis Galton va Kittellar sezgi, xotira, reaksiya tezligi kabi individual xususiyatlarni o'lchashni amalga oshirdilar. Va mana yuqorida men sizga aytganim vohadoshimiz Botir Rahmonqulich Qodirovning psixologiya va psixofiziologiya laboratoriyasini haqidagi ma'lumotlarni ekraningizda ko'rib turibsiz. Va eksperimental psixologiyada Thorndike yoki Galton yoki Kittellarni amalga oshirgan tadqiqotlar borasida shu fikrni aytib o'tishimiz lozimki, Francis Galton o'zini laboratoriyasini mehmonxonada ochgan edi. Antropometrik laboratoriya deb nomlanadi ushbu laboratoriya. Ya'ni mehmonxonaga tashrif buyurgan ko'plab mehmonlarni arzimagan pul evazida ulardagi ko'pgina ruhiy jarayonlarni o'rganishga kirishgan va bu yerda ko'pincha mushaklarning qisqarishi yoki eng ko'p hushtak uzunligining amalga oshirilishi, o'lchanishlari amalga oshirilgan va bu tajribalar eksperimental psixologiyaning rivojlanishiga juda katta hissa qo'shdi. Va psixofiziologiyaning asoschisi biz yuqorida aytdik, birdan psixologik laboratoriyalar vujudga kelmagan va ular psixofiziologik laboratoriyalar qoshida amalga oshirilgan. Shunday psixofiziologik laboratoriyani yoki psixofiziologiyaning haqli ravishda asoschisi bu German Helmholtz. Bu kishi nemis olimlardan biri, fizik hamda vrach, fiziolog, psixolog va akustik bo'lib hisoblanadilar. German Helmholtz ota-onasi bilan Germaniyaga ko'chib kelib yashashgan ingliz oilasining farzandi bo'lgan va German Helmholtz gimnaziyada dastlabki ta'limni olgandan keyin u Qirollik tibbiyot akademiyasida jarrohlik yo'nalishi bo'yicha o'qishga kirgan va o'sha paytda Qirollik akademiyasining jarrohlik yo'nalishini tugatgan talabalar harbiy xizmatdan oldin o'sha postamda harbiy shifokor sifatida ishlab berishlari kerak edi va askarlarni davolashlari kerak edi. Va German Helmholtzning anatomik muzeyda yordamchi bo'lib ishlashi, o'zining kitoblarini 1847-yilda yozishi yoki Berlinga qaytib anatomiya o'qituvchi sifatida tasviriy san'at akademiyasida ishlay boshlashining hammasi uni laboratoriyaga qiziqishini juda keskin oshib ketishiga sabab bo'ldi. Va 1849-yilda ustozi mashhur fiziolog Iyogan Müllerni tavsiyasiga ko'ra Sharqiy Prussiyada joylashgan fiziologiya va umumiy anatomiya laboratoriyasida professor lavozimida ishga taklif qilindi. Va German Helmholtz amalga oshirilgan barcha tadqiqotlarini ushbu laboratoriyada
amalga oshirildi hamda u 1871 yildan 94 yilga qadar fiziologiyada professor lavozimida ishlab turgan va bu Berlin universitetini fizika kafedrasida edi. Va Germaniyada o'zini amalga oshirgan juda katta yutuqlari uchun 1888-yilda Frederik uni o'sha zodagonlar qadr qimmat darajasiga ko'tardi va 1891-yilda Excellence hamda Qora burgut ordenlari bilan taqdirlandi. 1891-yilda esa Fransiyada oliy mukofot bu faxriy legion yulduzi bilan taqdirlandi va Berlin German Gelmgolsni o'zining eng yaxshi fuqarolaridan biri deb qabul qiladi. Va German Gelmgolts odatda o'zini fizika laboratoriyasida amalga oshirilgan mushaklar sezgirligi va harakatlarini o'rganishi eksperimental psixologiyada muhim ahamiyatga ega. Tovushlar tebranishini, yuqori pog'onali tovushlar chastotasini yordamida tushuntirish uchun matematik nazariyani ishlab chiqdi va German Gelmgolts 1858-yilda gidrodinamikaga asos soldi va uni tadqiqotlaridagi ko'pgina ba'zi jihatlarning ruhiy tomonlari ham aynan fiziologiya sohasidagi asab va mushak tizimiga oid bir qator asarlari eksperimental psixologiyaning rivojlanishiga hissa qo'shdi. Mushaklardagi issiqlik hosil bo'lishini 1845-47-yillarda mushaklarning qisqarish jarayonini 1850 va 1854-yillarda nervlarda qo'zg'alishning tarqalish tezligini 1850-yilda reflekslarning yashirin davrini 1854-yilda ko'z turar joyini nazariyasini ya'ni 1853-yilda rang ko'rish va ta'limotini ishlab chiqdi va bu ta'limotga 1859-yildan 1866-yilgacha o'zgarishlar kiritib bordi. Va Gelmgoltsning eng muvaffaqiyatli yutuqlaridan biri u 1856-yilda Yerning yoshi 22 million yilga teng ekanligini aniqlab berdi. Va ushbu fiziologik laboratoriyaning yirik namoyandasi German Gelmgolts ishlaridan quvvat olib o'zini eksperimental psixologiyasiga hissa qo'shgan keyingi olimni siz ko'rib turibsiz. Bu Ernest Weber, nemis fiziologi. Bu odam birinchi marta kishining o'ng va chap qo'llaridagi ko'tarib turgan ikkita narsaning qaysi biri og'irroq ekanligini aniqlash maqsadidagi tadqiqotni olib borar ekan. Farq sezishning sezgirligi mutlaq emas, balki nisbiy ekanligiga asos soldi va agar insonning ikkita qo'lida bir xil massadagi yuk turgan bo'lsa va bu yukning og'irligi 100 gram bo'lsa, uni bittasini nisbatan og'irroqligi sezilishi uchun 100 gramlik massaning ustiga 3,4 gram qo'shganda keyingi sezgi paydo bo'lishini. Agar bu massaning og'irligi 1000 gram bo'lganda, balki uni bittasining ustiga 33,3 gramlik og'irlik qo'shish orqali keyingi sezgini farqlash mumkinligini va bu paydo bo'layotgan sezgirlik ham absolyut mutlaq emas, balki nisbiy ekanligini aniqlab bergan olim bo'lib hisoblanadi. Va bunday farqlanishni boshlashda nisbatan inson tanasidagi analizatorlarning sezgirligi ko'rib chiqildi. Ko'rish analizatori uchun bunday taxmin 100/1 ni, eshitishda 10/1, taktil analizatorlar uchun 30dan 1 ni tashkil qiladi va ekraningizda ko'rib turgan ma'lumotdan xulosa chiqarishingiz mumkin. Eng yaxshi analizatorlardagi sezgirlik bu eshitishimizga taalluqli ekan va inson ruhiy hayotida eshitishga nisbatan ko'proq sezgirlik kabi xususiyatni aniqlash mumkin. Va keyingi olimimiz bu Fechner, nemis fiziki bo'lib hisoblanadilar va Weberning ishlaridan keyin u kishi ham o'zini tajribalarini asoslashga harakat qildilar va sezgilarning jadalligi qo'zg'atuvchining kuchiga bog'liq ekanligini asoslab aniqlab berdilar va uni quyidagi ko'rib turgan formula asosida tushuntirib berdi. Bunda bu S sezgining jadalligini, qo'zg'atuvchi kuchini G va K va S'lar konstant o'zgarmaslar va doimiy miqdorini bildiradi va agar siz tushunarli tilda boshqacha qilib aytganimizda sezgining
kuchi uning qo'zg'atuvchining kuchiga teskari proporsional ekanligi degan Weber va Fexner qonuniyati ishlab chiqildi. Bunga ko'ra, agar qo'zg'atuvchi qanchalik kuchli bo'lsa, sezgirlik shunchalik past, agar qo'zg'atuvchi qanchalik past bo'lsa, sezgirlik shunchalik yuqori paydo bo'ladi deb o'z qonuniyatlarini tushuntirdi. Va yuqoridagi mavzumiz bo'yicha agar sizda savollar bo'lsa, murojaatlaringizni kutib qolamiz. E'tiboringiz uchun rahmat.